69 yashar Najmiddin ota andijonlik qochqinlarning eng keksasi. Ayda hoya shu men ham shu 2005-yilgi 13-may voqeasida shu qatnashib, shu qochqinlar bilan birga shularning o'rtasida men ham kelib qoldim shu yerga. Hozir bitta o'zingiz yashaysizmi? Yo'q, mashi nimalar bilan yashayman. Qochqin billa kelgan nimalar bilan. Oilalar qolgan yurtimizda. Kiringiz bormi? Yo'da shu kampirim bor, kelinim bor, nabiralarim, ikkita qizim bor, ular ham uyli joylik hammasi. Bitta o'zingiz bu yerda. Bu yerda bitta o'zim va ukamning o'g'li bor. Ukamning o'g'li bilan shu yerdaman ikkamiz. Kuyovim bor darvoq, kichik kuyovim bor, ikkinchi kuyov. Maydonga qanday borib qoldingiz? Maydonga shu voqea xalq qiynalganidan o'shaga bir nimalarini, g'amlarini, tashvishlarini chiqishganini eshitib, bizniki shahardan chektiradi edi. Shu bo'layotganini eshitib, lekin borganman deya. Men ham borib, imkon bo'lsa hammamiz o'z dardimizni aytmoqchi bo'lib borganmiz deya. Kim borsa ham shu maqsadda borilgan. Lekin bizga navbat ham tegmadi, unaqa gapirishga juda imkon ham bo'lmadi. Shunaqa gapiradiganlar ko'p ekan. Ayollar va erkaklar, yoshlar, shu biz faqat o'sha yerda qo'llab-quvvatlab turdik. Nima hamma gaplarini gapirib nima talab qilishdi. Lekin hech qanaqa bu yerda bir nima bo'lmadi. Unga bir yaxshilik javob bo'lmadi. Hattoki umid qildik, shu prezidentimiz kelib o'zi nimani voqeani kuzatar ekan, dardinglarni eshitar ekan dedi. Kechgacha kutdik, kelmadi. Hech bir rahbar chiqib, "Bo'pti, bu nimalarni yangi yil qilamiz, og'iringlar" degan gap bo'lmadi. Oxir natijasi haligi tugadi. Shu otish bilan u hammamizni shu quvib chiqarish bilan tugatdi natijasi. Oilangizga ta'sirlab olmayaptimi otaxoningiz? Bo'lib turar ekan hozir ham. Endi balki ular uncha aytmaydimi menga bu yerda xavotir oladi deb, lekin boshqalardan eshityapman. O'sha kim shu yoqda bo'lsa, albatta chaqirib turar ekan har 15 kun, bir oyda narsalarga yozdirib qo'l qo'ydirar ekan. Ularga tashvish bor ama hech bir tinch emas. Lekin men so'raganda biz yaxshimiz, xavotir olmang deyveradi doim. Boshqalardan eshitaman shunaqa notinchligini. Hozir bu yerda yashash qanaqa? Zerikish yo'qmi otaxon? Zerikmayapsizmi? Albatta endi sharoitlar yaxshi-yu, lekin oilamiz, vatanimiz, jigar bag'illar, nabiralar, albatta ularning sog'inchi, yoqqa ishtiyoq juda baland. Lekin sharoitdan nolimaymiz, juda yaxshi yashayapmiz bu yerda. Rahmat. Inglizcha o'rganmadingizmi? Inglizchani bir harakat qilinuvdi, shu kelgan vaqtlarimizda harakat qilinuvdi. O'shanda qaytasizlar, xohlaganlar qaytsin, ariza yozsin deb ariza yozdik, rasmlarga tushib, shundan keyin kutinglar, yaqinda xabar bo'ladi dedi. Shu xabar bilan mana hozirgacha kelamiz. Xuddi ertaga indinga xabar kelib qolayotgandek, o'qishga ham shu bilan rag'bat bo'lmay qoldi. Ketib qolamiz ekan uyimizga degan nima bilan. Qanday muomala qilasiz amerikaliklar bilan ko'chada? Ko'chalarda shu ko'proq agar men o'zim bo'ladigan bo'lsam, yonimda albatta bir inglizcha biladigan yigitlardan bo'ladi. Oddiy so'zlarni bilasizmi? Ha, ikkita, bir ishta bilaman ama. Ko'rishganda hello deb qo'yaman. How are you deyman. Nima? Thank you deyman, bir ishim tutsa. Thank you deyman. Shunga o'xshagan bir ancha sanoqlar bilinayotgan o'rganiluvdi, ular ham to'xtab qoldi endi. Endi hamma ishtiyoq bor. Xudo xolasa yurtimizga borsam, ashida nabiralarni, o'g'il qizlarni albatta bu tilni o'rganishligiga men tavsiya qilaman. Bo'ysidagi anjuman Andijon ovozi tashkiloti tomonidan uyushtirildi. Tashkilotning Arizona bo'yicha rahbari Mirzobedil Jabborov. Assalomu alaykum. Men ismim Mirzobedil Sharafim Jabborov.
Arizona shtatining Phoenix shahrida yashayman hozirda. Biz yerda o'tgan yili shu Andijon ovozi o'zbeklar uyushmasi deb nomlangan tashkilotimizni yo'lga qo'yganmiz. Tashkilotimizni hozir shu tashkilotimizni faoliyatlari bilan tanishtirib o'tdik bugungi tadbirda. Endi asosiy bu Idaho shtatining Boise shahrida endi mana shuni yana bir bo'limini ochganmiz. Endi bugun hozir asosiy rasmiylashtirdik endi bu faoliyatlarimizni. Shu hozircha endi shuni yana ham kengroq tatbiq qilish shu Amerika miqyos. Nimaga bugungi anjumanda ayollar ko'rinmadi? Endi bugungi anjumanda ayollar ko'rinmasligining sababini mana hozir Islom akamdan so'raymiz. Ayollarimizni mana hozir O'zbekistondan chiqib ketganimizga 5 yil bo'lgan bo'lsa, bu kunda og'irligidan, bu kunda eslashlikligi o'zi bir qiyin bir daqiqada mana biz o'zi erkak kishi bo'lib, bu kunda eslab bu kuchni to'plab aytib olishlikda o'zi bir qiyin. Ayollarimizni fikrlarini biz o'rgandik, mashinalarga kelishligini so'rab maquldik. Ular bunaqa nimani ko'tara olmaymiz. Biz hattoki radiolar hech kim ko'rmasa ham bizni yoki bo'lmasam ozodlik muxbirimi yoki boshqa muxbirlar bilan gaplashsak ham birpasdagi gaplashib yig'lab yuboramiz. U yerda biz shunaqa bir noqulay holat bo'lishini xohlamaymiz deganligi uchun ularni o'zini ixtiyori bilan fikrlarga qarshi chiqa olmadik. Shu sababdan kelisha olmadi ular. Endi bugungi tadbirdan mamnunmisiz? Risoladagi hisoblaysizmi? Boshlanishi bugungi kunda albatta men mamnunman, chunki shuncha do'stlarimiz orqamizdan keldi. Shuncha xulosalar, bugungi yiqqan materiallarimizni mumkin qadar Amerika hukumati rasmiylariga yetkazishlik niyatida boshlaganmiz. Amerika xalqiga yetkazishlik maqsadida boshlaganmiz ki bugun birinchi qadami. Bu niyatlarimizni boshlanishini birinchi qadamlar deb bilaman. Albatta men mamnunman bugungi yig'ilishimizdan. Andijon ovozi tashkilotining nomi tashkilot faollarining mashinalari nomerida ham aks etgan. Nimaga nomer yo'q mashinani? Mashinaning nomeri mana shu AVUC deb nomlanadi. Bu Amerikaning har bir shtatda o'ziga xos nomer tanlashingiz o'zingiz ixtiyoringiz bor ekan. Shunga tashkilotimizning nomi ham Andijon Voice Uzbek Community bo'lganligi uchun mashinada ham ifoda etib tursin deb mana shu A so'zini, A harfini Andijon so'zidan olib, V'sini Voice, U Uzbek, C'sini Community deb Andijon Voice Uzbek Community deb shunga xos qilib olganmiz. Andijon Voice gerbidamiz AVUC deb. Faros qo'shadi.